Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Mana bu hamma biladi, Makkani maral bilan o'rilgani. Buni nomi suluz, xaltaga 20 kilo bo'ladi. Xo'sh, endi bir mahaliga mana shuncha qoladi 20 kilodan. Endi aniq kiloni bilmaymiz. Mana Alpin takamiz mana shuncha beriladi bunga. Mana bu yerga o'sha birinchi olib kelingan Toshkentdan egizak alpinchalarimiz. Bular xudo xolasa takadan hammasi chiqib qoldi. Mana bu faqat zavtrikka beriladigan, ya'ni ertalabki beriladigan ovqati suluz. Xo'sh, mana bu yerda o'sha bir xil hammasi, o'sha echki, o'sha uloqlar hali hech qanaqa yangilik bo'lgani yo'q. Xullas, mana ikkita bitalimiz, o'rtaga nubbinimiz. Mana nubbinni olib kelganimizda qana edi, mana yetishib oldi hammasiga. Ona suti desa to'g'ri bilmaydi-da. Xullas kelon ichkilarimizni mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu alpinimiz bilan zaninimizni emni bu kelgandan buyoq. Demoqchi bo'lganim, jasadi normalniy, mana yetishib oldi bittalarimizga. Mana nubinlar, ham 3 ta nubinimiz bor. Mana buni uchalasi ham urg'ovchi. Xo'sh. Keyin bu ko'k qo'yimiz o'sha zo'r bala beradi. Qo'yimiz suti ham zo'r. Xudo xolasa 40 kunga qo'zisi, ya'ni shirbozcha deyiladi. Normalniy et olib, вообще bir o'ta go'zal bir qo'ziga aylanadi. Mana o'sha qo'chqorimiz, eslaringizda bo'lsa, bu videoning boshida qo'yilgan 20 tami, 24 ta adashmasam qo'chqorlarimiz bor edi. O'shaning ichidan ayirib zotga olib qolganimiz. Mana bu o'sha Buxoro Amirlik Qoraquloq qo'yi. Bu birinchi tug'ishga 3 ta tuqqan. Endi xudo xolasa ikkinchi tug'ishini ko'ramiz. Mana shu qo'chqordan chiqdi. Endi xudo xolasa yana 1-3 ta tug'ib beradi degan niyatdamiz. Xudo xolasa. Xo'sh. Zanin hech kim emas. Bu sutni quritdi. Buni orada, mana fransuzcha alpin echkimiz. Buni orada 3 kun 2 kunga bir sog'ib olamiz. Uje bu ham takadan chiqqan. Endi bu yog'i echkimizni dam oldirishimiz kerak. So'g'may. Sutini quritish kerak edi. Mana bu hali ham sut berib turibdi. 1,5 tadan ziyodroq, 2 litrdan kamroq sut beradi bir so'mga. Xo'sh. Buni ham Toshkentdan olib kelganmiz. Ana yelim formalari, telefonimiz ozgina endi xira. Yaqinroq o'tishga harakat qilaman. Mana yelim formamiz. Xo'sh. Bu ham Chex Alpin. Bu ham takadan chiqdi. Xo'sh, bu yerda mana qorasi. Mana bu ko'k qo'yimiz bo'ladi. Ana sur deydi, buni rangi. Mana qora ham emas, sariq ham emas. Sur deydi rangini. Mana. Xo'sh, bu o'sha
Buni olib qolganimiz sababi urg'ovchi bu ham. Bunisi ham urg'ovchi. Buni olib qolganimiz sababi bu o'sha Buxoro Amirli Qoraqaloq qo'yimizni balasi. Xo'sh. Endi bu ham Qo'chqordan chiqdi. Hali endi ko'ramiz qani, bu onasiga tortganmikan yo otasiga tortganmi? Egiz tug'ami degan maqsadga, bir niyatga buni ko'paytiramiz degandek. Shu uchun buni olib qoldik. Bu o'sha Qashqadaryodan olib kelgan qo'yzalarimiz. Bittasi shu urg'ovchi, bittasi Qo'chqor. Azizlar, ichkariga kira oldim. Xo'sh, mana bularni orqadan turishi. Xo'sh, baribir eng yoshi mana bu Qo'chqorimiz. Endi aniq yoshini bilmayman-ku, lekin yoshi mana shu. Jasad jihatdan ham balandroq. Buni yosh kattalar biladi, bunaqa sariq Qo'chqor qo'ylar jasadi katta bo'lardi. Men yoshligimga shunaqa qo'ylardan boqilgandi. Bozorga shuna kirganingizdan o'zi yedingni bo'lib turgandi. Bir akamiz olib sotar akamiz olgandi. Iminni mana shu Qo'chqorni. Olib sotar akamiz olgandi. Shart bordimda 400 ming so'm qo'shib olgan puliga oldim. Chunki bir nimani yurak jiz etish kerak-da, bu olgan narsangizga, bu bir akkuratli narsa bo'lishi kerak. Xo'sh, mana bu o'sha alpinlarimiz. Buzoq xudo xolasa endi mart, aprellarda tug'adi. Tuqqandan keyin bularni shoxini kesishda ham video qilib ko'rsataman sizlarga. Bularni shoxini kesib tashlaymiz, chunki mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu video davomida ham bir-birini suzibdi bular. O'yinqaroq Bembi. Bir qiziq narsani ko'rib qoldim, qaranglar. O'rtada siz aytganimiz bu nabiyoli chegarani qoldiribdilar, yemabdilar. Xo'sh, nima deymiz? Siz bilan Yorqinbek Uz kanali bo'ldi. Obuna bo'ling. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosing. Kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib keting. Kommentariya befarq qoldirilmaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek Uz kanali bo'ldi. Katta rahmat hammaga.